Yaxshi. Siz ham yaxshi ko'rinasiz. Rostini aytsam, siz aytganingizda men hayron qoldim. Men ham xursandman. Siz men bilan bog'lanishingiz kerak. Yaxshimisiz? Siz operatsiyadaligingizni eshitganimda qaytib bog'lana olmayman deb o'yladim. Kechirasiz, men xabar bera olmadim. O'sha paytlarda hayratda qoldim. Men ham juda xafaman. Sizni o'qituvchi bo'lishingizni kutmagan edim. Bu kutilmagan edi. Tadqiqotni davom ettirishingizga amin edim. Yo'ishu? Bu yerda nima qilyapsan? Ustoz, men shunchaki tinch joyda o'qishni xohlaganim va endi esa uyga ketishim kerak. Ey Chu, nihoyat o'qishga jiddiy qaradingmi? O'zi bu yerda nima qilayotganingiz, a? Bu janobga emasmi? Bu kim? Bizning sovuq o'qituvchimiz kimlar bilan uchrashmoqda? To'xtangchi. Balki siz professor Nadoelsiz, to'g'rimi? Ha, Oh my gosh, men sizni yangiliklarda ko'rdim. Siz axir o'sha mukofotni qo'lga kiritgansiz. Men siz bilan tanishganimdan xursandman. Men janob Kaning hamkasbiman. Mening ismim Yedin. Siz janob Kani qayerdan bilasiz? biz do'stlarmiz. Oh, shunchaki do'stlarmi? Muhabbat ushqunlari taralmoqda. Erkak va ayol kafeda. Shunday emasmi? Nimani yashirmoqdasiz? Ketamizmi? Xo'p, Ikkingiz juda ham mossiz. Sizlardan ajoyib sevishganlar chiqadi. Yana ko'rishguncha. Sen Nadoelday bo'lishni istasang yaxshi o'qi. Yo'lda ehtiyot bo'l. rahmat. Assalomu alaykum. Meni ismim Yeojo bo'ladi. Men janob Gani o'qituvchini, xullas o'quvchisiman. Ha, salom. Voy, sizni talabalaringiz bor deb o'ylash ajoyib. Siz o'qituvchiga bilan universitetdan beri birga tanishmisiz? Yo'q, biz o'rta maktabdan beri do'stlarmiz. Ha, demak o'rta maktabdan berimi? Juda yaqinsizlar. Xo'sh, bora qol endi. Men sizni taklif qildim-a? O'ylab ko'rasizmi? Kim biladi deysiz? Siz meni sotyapsiz, shunday emasmi? Ha, mayli, bora qol. Xo'p, keyinroq ko'rishguncha, Eju. Ha, yaxshi etib oling. Ehtiyot bo'l. Ustozga, u sizning do'stingiz edimi? Menimcha u juda ham chiroyli va go'zal edi. Xullas, u juda yaxshi ko'rinardi va unda Filis medali bor ekan. U juda mashhur bo'lsa kerak, to'g'rimi? Va menimcha mashhur qizlarda yaxshi do'st bo'lish kerak va yana yaxshi jufti ham. Agar u shunday zo'r bo'lsa, uning ham jufti bormi? Lekin odamlar doim yaxshi va yomon do'stlarni solishtiradi. Shuning uchun unga ham o'zidek mashhurroq kerak. Nima demoqchisan? Nima, shunchaki bunday mashhur odamni ko'rsa hamma ham qiziqadi, to'g'ri emasmi? Nima? Nega? Kelayotgan matematika imtihonida agar ballaringiz 50 dan oshmasa, men sizning romanlaringiz haqida oshkor qilaman ota-onangiz va o'qituvchilar yig'inida. Nima dedingiz? Hoy, o'qituvchi, bu juda ham qiyin-ku. Hazillashdim deb ayting, iltimos hazillashdim deng, bir og'izgina ayting. Jin ursin, axir 50 ballni olish, o'lsam ham, bitta tishlasam ham ololmayman-ku.
Ana va do'stingiz sizga aytgan gaplari nima haqida edi? Nimanidir eslab qolishingizni qattiq aytdi-ku. Bu sizning ishingiz emas. Birozgina do'stona bo'lish shunchalik qiyinmi? Kollejimni unutmang. Biroz kutib turing. Iltimos, shu yerda turing, iltimos. Hey, ketmang. Kutib turing deyapman-ku, shu yerda turib turing, hozir chiqaman 5 minutda chiqaman. Endi ketdik. Ich qotish sababli faktorlarni unutmang. Umid qilamanki, siz boshqa tez tibbiy yordamga tushmaysiz. Men uchun bo'lsa qaniydi? Bu meni ukam uchun. Sen yaxshi opasan. Men bu ishni u shantaj qilmasligi uchun U qilaman. seni siring haqida nimani biladi? Men bel romanlar yozishimni faqatgina 2 kishi biladi. O'shanda ham men roman yozish bilan band edim, afsuski. Va boshqa belchi bilan suhbatlashayotgan edim. Menga juda ham qiziq. Bizning chatimizni nima deb ataysiz? BL bilan hayot go'zal. Hoy, lekin bu rostini aytsam, meni erim ko'p tilimni titkilaydi. Opa, bu hali ham men yozgan jirkanch narsalarni go'zal qoplamasidir. Shuning uchun menimcha bu yaxshi. Sen ularni yaxshi yozasan, lekin nima uchun bunchalik kam asar yozasan? Bu mahoratni avaylay muk. Siz eng yaxshi muxlissiz. Kimni asarlarini o'qishni va nima qilishni va qanday qadrlashni bilasiz. O'ylaymanki, hozir orqamda kimdir bor va bu aytinchi sharpa bo'lishi mumkinmi? Xayolingda bo'lsa yaxshi, lekin bu sen ota-onang bo'lsa, sen xavf ostidasan. Ko'rdingmi? Xayriyat, bu mening ota-onam emasdi, lekin bu ukam bo'lishiga qaramay, uning xohishiga binoan doim ko'la borishim kerak. Nega yozishni yoqtirasan? Kim bilsin? Hamma odamni dida har xil menimcha. Yozayotganing ajablanarli emas. Baribir qachondir muvaffaqiyatga erishishimga ishonardim. Bu asossiz o'z-o'ziga ishonch. Nega bunday deyapsiz? Axir imkonsiz ishning o'zi yo'q. Shunchaki inson o'ziga ishonishi kerak. Men webdan yozishda davom etaman va qachondir meni muvaffaqiyat kutadi. Ustoz, va shunday ekan, xullas, ABC kelganida suratga olish uchun men bir savol bergandim va siz hali ham javob bermadingiz. Nima uchun bu yerga o'qituvchi bo'lib kelgansiz? Do'sting bilan suhbat qanday o'tdi? U uzoq vaqtdan keyin qaytib keldi. Fields modelini qo'lga kiritganligi uchun taqdirlandi. Shunga qaramay sen bilan uchrashishga vaqt topdi. Bu shunchaki do'stlar uchrashuvi emas, shundaymi? Ayniqsa sen uchun. Nega? Sen eslaysanmi yoshligingdagi go'zal daqiqalarni? Buni barchasi mantiqiy. Erkak va ayol munosabatlarida muhim moslik. Lazzatning uyg'onishi kerak. Shuning uchun sen yana uchrashishni xohlaysan, uzoq yillardan keyin. To'g'rimi? Meni ishlarimga aralashmang. Siz haqsiz shekilli. Bolalar, men sizni faqat bor e'tiboringizda o'qishga qaratgansiz deb o'ylagandim. Mening taxminimcha, Husu va Neduel Olimpiadadan keyin ajrashishdi. Husu ketishga qaror qildi. Tasavvur qil, sobiq sevgilisi. Bu uchrashuv qanday og'riqli. Uni juda xafa qiladi va bunga qarshi tura olmaydi.
Hattoki o'sha sovuqqon buzu ham muhabbat nimaligini biladi. Ammo u taslim bo'lmaydi. Albatta, voz keching. Nega? Chunki ular raqib. Busu aytgan bo'lsa kerak. Men orqaga qadam qo'yaman. Shunday qilib orzularingizga erisha olasiz. Faqat bitta g'olib bor. Sen buzu haqida gapiryapsan. Qiz uchun matematikani qurbon qilishmi? Boshqa sabablar ham. Nima? O'sha narsa uning fobiyasi qayd etilgan. U chempion bo'lishdan qo'rqadi. Vo, ajoyib. Seni shogirdlaring bor deb o'ylash. Buni nimasi ajoyib? Ustoz bo'lgandan keyin albatta shogirdlari bo'ladi. Chinursin. Keyinroq ko'rishguncha, ey juaksi. Keyinroq ko'rishgunchami? Ha. Balki yana uchrashib qolarmiz. Biz do'st edik. 7-qism. Sen kimsan? Men raisni kotibiman, Naran-i. U menga pul bersa, men hamma iflos ishlarga g'amxo'rlik qilaman. U sizni Siondan uzoqlashtirishimni xohladi. Chiroyli yuzingizga achinsam ham, sizning oxiratingiz keldi. Yo'q. Qanday qilib meni topdingiz? Chayon. Yaxshimisan? Yaxshi shekilli. Qachaqdik. Qiziq. Buni qancha davom ettirishingizni ko'ramiz. Shu tarzda davom ettirishingiz mumkin. 1 daqiqa. Men qarzdor bo'lishni umuman xohlamayman. Yo'q. Qo'y. Yo'q. Eyun Khasu, Ha? Orin, Ha? Cheyumi, Ha? Yoyju, Ha? Choguya, Ha? Chojiya, Hong Sumin, Ha? Jon Cheon, Men. Min Shion, Ha? Min Shion, Ha? Lyonje, Choi Hyojong. Ha? Umid qilamanki hammangiz darslarga tayyorsizlar. Spirtli ichimlik hidi nimasi? Ha, bu aniq bo'ldi. Voy, u xudo kechirsin. Ma tunda barlarda ishlaydi. Juda ham g'alati bo'ldi. Jim bo'linglar. Bugun kim navbatchi?
Men ustoz. Yo'iju. Ha, ustoz. Yana tozalang. Albatta. Ha. Shamol ha, kirish ustoz. uchun derazani oching. Jiya, shifokor xonasiga bor. Xayrli tong. Xayrli tong. 예. Janobga, bu sizning sinfingizdan, to'g'rimi? U maktabga mast holda keladimi? Ajoyib. Ajoyib. Qanday qilib maktabga kelayotgan o'quvchida alkogol hidi bo'lishi mumkin? Sen maktabga ABC kelganida ham forma kiymagan o'quvchisan. Maktabga o'qish uchun kelyapsanmi yo boshqaga? Kim xonim, men sizga tushuntirib beraman. Jiyaning tushuntirganini eshitganimdan keyin Gausu, bu talabangiz emas. Yana nimanidir tushuntirish kerakmi? bir daqiqaga tashqariga chiq. Qarang, siz bilan arzimagan narsa uchun umuman bahslashishni xohlamayman. Tushundingizmi? Jiya fona boshqa talabalardan biroz farq qiladi. Uning ota-onasi qo'llab-quvvatlamaydi. Ular boshqa uyda yashaydi va o'zini qo'llab-quvvatlashi kerak. Shunday bo'lsa ham uni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yuqoriligicha qolmoqda. Rostdanmi? Unday bo'lsa u boshqa maktabda muvaffaqiyat Garchi qozonibdi-da. kuchli ko'rinsa ham, hali ham yosh bola edi. Uning sinf rahbari sifatida men ishonch hosil qilmoqchiman. U hayotini yaxshilay oladi. Iltimos, menga imkoniyat bering. Janoblari, bizning maktab shiorini eslaysizmi? Eng yaxshisi bo'l. Demak, u o'quvchingiz esa umuman men tasavvur qila olmayman. Uning maqsadlari yoki o'qishi bo'lishi mumkinligini. Shuning uchun u bizni maktab standartiga umuman to'g'ri kelmaydi. Endi esa ketishingiz mumkin. U qanday jur'at etadi? Hattoki mast o'quvchini ham himoya qiladimi? 따로 있지 술 먹고 온의 편을 들어? Bu qanday ahmoqgarchilik? U Naduel bilan do'stligini bilarmidingiz? Na, Deoli. Yonghe xola, bilmaysizmi? U Filtis modeli sovrindori. Ular do'st bo'lishgan ekan. Nima? Nega sen rostdan aytyapsanmi? Nega oldinroq aytmading, ahmoq? Siz ham so'ramadingiz-ku. Jiya, 최지야. nega mastsan? Talabaning maktabga mast holatda kelishi bu nomaqbul holat. Har kim ham xato qilishi mumkin. Keyin nima muhim? Xatoyingiz haqida insho yozing va siz bajargan qadamlar. Men buni direktorga ko'rsataman. Xo'p, janob. Men eng yengil hukmni chiqarishga harakat qilaman. Shuning uchun iltimos formangizni kiying va dars o'tkazib yubormang. Yoki muammo qidirmoqda. Bu ovqat kamdan kam chiqadi. Hoy, Yojo. Yojo. Kel. Qani ha? Kim Bu bilsin? yerga o'tira qol. Qani bundan bir tatib Qo'shnaman, qayerga ketyapsan? Bu yer bo'shmi? O'tir, e'tibor berma. Ovqatdan ye. Qani olchi? Bugungi ovqat juda mazali ko'rinyapti, qara. Ha, uni tezroq yeb ol. Go'yo gaplashib olaylik. Hoy, qayoqqa ketyapsan? Ha, mayli. Xullas bu yoqqa kelganing jiddiy ma'lumot bor. Ha, xullas o'qituvchi direktor jiyani haydamoqchi bo'libdi. Janobga esa uni olib qolibdi, ha. Lekin
Nima uchun janobga bunday ish qilyapti? Bu yerda aniq nimadir bor. Ey, Goya bilan qachon yarashmoqchisan o'zi? Necha kundan beri gaplashmay yuribsan? Bu meni ham ichimni siqib yubordi axir. Goya bilan hali ham umuman yarashmadinglarmi? Ha. O'zi u bilan nimani ustidan janjallashib qoldilaring? Janjalmi? Yo'q, biz janjal qilmaganmiz. Bizni ko'rdi bo'laysanmi? Qo'ysangchi, shunchaki haqiqatni aytib qo'ya qol. Siz bilan suhbatlashish har doim maroqli. Qancha vaqt bilmayman, lekin men siz bilan ishlashni xohlayman. Egri topologiyada va algebraik yuzalarda. Nega bu mavzu? Bilmayman, bu shunchaki qiziqarli. Men foydasiz narsani qidiryapman. Hadrining iqtibosini eslaysizmi? Mening kashfiyotlarim hech qachon amalga oshmagan, bevosita yoki bilvosita, yaxshi yoki yomon ta'sir qilgan. Dunyo komforiga qanchalik kichik qilmasin, men hech qachon foydali ish qil, foydali narsa qiling. Bu mening keyingi orzuyim. Foydasiz narsaga erishish. Qayerga yo'l olding? Aylanib kelmoqchiman. Men ham borishim kerak edi. Ishim bor. Hali ham tez-tez kuchli bosh og'rig'i bormi? Ba'zan Sen shifokorga borishing kerak edi. Boshingni tekshirtir. Tekshirishning zarari yo'q. xo'p. Sen va'da ber. Albatta tekshirtir. Xo'p. Allaqachon uydaman-ku. Uyga kelib bo'lganman. Ertaga olib bersam bo'lmaydimi? Oyi, aytadigan gapim bor. Turrancha, yo'do, men hozir ketyapman. Mana boryapman, ukajon. Do'sting Nadoel taklifi haqida. Sen nima deb javob berasan? Halol bo'lasanmi? Kim biladi? Menga qiziq emas. Yolg'onchi. Sen darhol javob berding. Go'yo u allaqachon bo'lgandek. Yuraging nima desa shuni qil. Ushbu imkoniyatdan foydalan. Sen AQShga borishing kerak. O'zing xohlagan barcha ishlarni qil. Juda kech bo'lmasdan oldin. AQShga ketyapsizmi?